Barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Naval Ravikant kitobi haqida eshitmagan yosh, eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Va bu kitobning birinchi qismida boshlanishidayoq bizga juda ham katta missiya qo'yilgandi. Ya'ni bizga juda ham katta xabar jo'natilgandi. Hozirgi kunda hamma insonlarda bo'layotgan muammolardan biri bu pulni qanday tezroq topish bo'lsa, bunga savolni qisqa va lo'nda tushuntirib bobning ustiga yozib qo'ygandi. Bu yerda esa nima deyilgandi? Ushbu iqtibos bundan iborat edi. Ko'proq pul qilish sizning nima qilishingizga emas, balkim siz qanday qobiliyatlarni o'rganishingizga va qanday bilimlarni egasi bo'lib rivojlanishingizga barobardir degan. Bu esa nima degani desangiz, mana shu kitobni boshlanishining o'zidayoq ushbuga javob yozib ketilgan. Bunda siz ko'proq pul ishlashingiz uchun va ko'proq boylikka yetishingiz uchun siz ko'proq qobiliyatlar va ko'proq bilimlar egasi bo'lishingiz kerakligi aytilgan. Ya'ni bizning matematikadagi 2 + 2 = 4 bo'lganidek, bunda ham ko'proq bilim, ko'proq qobiliyat barobar ko'proq pul va ko'proq oylik yoki ko'proq boylikka teng deyilgan edi. Shunday ekan, vaqtimiz ham chegaralangan, resurslarimiz esa cheklanmagan. Mana shunday davrda ko'proq pul topishni istasak, biz bilimimizni va qobiliyatlarimizni yaxshi rivojlantirishimiz va o'shalarga ko'proq fokusni berishimiz kerak ekan. Avvalo, ushbu video o'zim uchun va o'zim tengi boshqa bolalar uchun olindi. Sizlar bilan Fikrland va men Omadjon Eshonboyev har doim har kuni sizlar bilan ko'rishishga harakat qilaman. Agarda qanaqadir savol takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Va bu video aynan maxsus o'zim uchun avvalo va boshqalar uchun ishlab chiqarildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha Fikrland bilan birga qoling.